hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürüz. Xitay hakkerləri Amerika millət vəkillərinin şəxsi və siyasi xətlərini qolğa düşürgən. Xitay Dövlət Müdafiə Ministeri Rusiya və Belarusni ziyorat qilmoqda ekan. Xitay Hindiston söhbəti nəticəsiz axırlaşqan bolsa-mı, ikki tərəf birləşmə bayonot e'lon qilgan. Məcburi əmgəkdən ishlangan mallar bir balvoq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'ygan davlatlarga eksport qilingan. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatga sunamiz. Xitay hakkerləri Amerika millət vəkillərinin şəxsi və siyasi xətlərini qolğa düşürgən. Yıldızlar və Sızıqlar xəbər toruning 15 avqustdagi xəbəriga qaraganda, Microsoft şirkətinin xizmətçilərinin kimligini qo'llangan Xitoyning gumonliq tor qaroqchilari Amerika Tashqi ishlar ministerligidagi xizmatchilarning elektronlik xatini o'qigan. Nebraskalik Qavam palatasining qurolliq mulozimat komitetidagi ilg'or jumuriyatchisi Don Beykonning elektronlik shaxsiy va siyosiy xatlarini qo'lga tushirgan. Bacon dushanba kuni Federal tekshirish idorasining Microsoftning xatoligi tufaylidan elektronlik xatining Xitoy hakkerlari tarafidan mayning o'tirilaridan iyunning o'tirilarigacha bo'lgan oraliqda hujumga uchraganligini uqtirganligini Twitterda ham bayonlagan. Bacon Washington pochtasi gazetiga Tayvan zakaz qilgan milliard dollarlik qurolni Tayvanning topshirib olishini kapolatga ega qilish uchun texnik ko'p ishlaydiganligini, Tayvanni qo'g'daydiganligini aytgan. Bacon Uyg'urlarga qilingan irqiy qirg'inchilikqa qarshi ovoz chiqargan shaxslarning biri. Hukumat va ba'zi xususiy manbalar Washington pochtasiga bir oy avval Savdo ministri Gena Raimondo, Tashqi ishlar ministerligida ishlaydigan noma'lum biri, bir aqlli ambiri inson haqlari qo'g'dug'uchisining mushunga o'xshash hujumga uchraganligini aytgan. Ko'plagan parlament a'zolari federatsiya organlarining kelgusida mushunga o'xshash hujumlarga qanday taqobil turishni planlayotganligini tushuntirishni talab qilgan. Kengash palata a'zosi Ron Mayden texmo ilgirlab Adliya ministerligi va Federatsiya savdo komitetidan Microsoftning bexatarlik xizmatlarining qonun va Federatsiya tijorat komissionining ijozat qaroriga xiloflik qilish qilmasligini, Davlat bexatarlik ministerligi tor bexatarligini tekshirish qurilishining Microsoft bulut xilofligini tekshirishini talab qilgan. Xitoy Davlat Müdafiə Ministeri Rusiya va Belarusni ziyorat qilmoqda ekan. Al Jazeera xabar kanalining 14 avgust kunidagi xabariga qaraganda, G'arb davlatlari Rossiyaning Ukraina ishg'oli masalasida Xitoy bilan Rossiyani ayirib etishga tirishchilik ko'rsatayotgan ahvol ostida Xitoy Davlat Müdafiə Ministeri Li Shangfu Rossiya va Belarusni ziyorat qilgan. Xitoy Davlat Müdafiə Ministerligining bayonotchisi polkovnik Wu Qianning so'zini naql keltirib, Lining dushanba kuni 6 kunlik safarga chiqadiganligini, bu jarayonda Moskvada o'tkaziladigan xalqaro bexatarlik yig'inida so'zlaydiganligini, Rossiya va boshqa davlatlarning mudofaa ministrlari bilan ko'rishadiganligini aytgan. Rus xabar agentligining xabarida Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov yig'inda ko'p sondagi dunyo davlatlarining g'arb mexanizmining sirtidagi taraqqiyotining yo'llarini izlash, jumladan yangi tipdagi ko'p taraflik jamiyatni kuchaytirish temasida so'z qiladi deyilgan. Wang muxbirlarni kutib olish yig'inida ikki taraflik hamkorlik va ikki taraf o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalar haqida fikr almashtirganligini, ikki davlat yangi davrda Xitoy-Rossiya universal strategik hamkorlik sheriklik munosabatini davomli ilgari suradiganligini aytgan. Lining bu qitimqi yig'inga qatnashishi ikki taraf tashqi siyosatda zich moslashish orqali g'arb rahbarligidagi liberal demokratik dunyo tartibiga buzg'unchilik qilish harakatini kuchaytirish urinishini texmi gavdalantirgan. Ministerlikning so'ziga qaraganda, Li uningdan keyin Rossiyaning Ukrainani ishg'ol qilish uchun yordam bergan Rossiyaning yaqin ittifoqdoshi Belorussiyaga berib, ministerlik va harbiy amaldorlar bilan ko'rishib, harbiy ta'sislarini ziyorat qildi ekan. 19 navbatlik Xitoy-Hindiston suhbati natijasiz oxirlashgan bo'lsa-mu, ikki taraf birlashma bayonot e'lon qilgan. Diplomat xabar to'rining 17 avgust kunidagi xabariga qaraganda, 8 oyning 13 kunidan 14 kunigacha Choshul Moldo uchirish nuqtasining Hindiston tarafida olib berilgan Ladaxdagi amaliy kontrol liniyasidagi qatmanliqni tugatish to'g'risidagi 19 navbatlik Xitoy-Hindiston komandir darajaliklar suhbati natijasiz oxirlashgan. Xitoy askarlarining strategik depsang tuzlanligi va dimchokdan chekinib chiqish masalasi to'g'risida hech qanday ilgirlash bo'lmagan. Hindiston hukumat amaldorlarining so'ziga qaraganda ijobiy natija o'ttirg'a chiqqan. Yig'in oxirlashib bir kun o'tgandan keyin Hindiston va Xitoyning tashqi ishlar ministerligi birlashma bayonot e'lon qilgan. Amaldorlar suhbatning o'ngishli bo'lganligini aytgan.
Birleşme axborotda ikki taraf talash tortishdagi amaliy kontrol sızıqidagi masalaga aloqador ijobiy cho'nqur muzokara olib bordi. Ikki taraf qolgan masalalarni tezdan hal qilishga, harbiy va diplomatik yo'llar orqali suhbatning harakatlantirgich kuchini saqlashga, masalalar hal qilinayotganda chegaradagi joylarning tinchlik va xotirjamligini saqlashga qo'shildi deyilgan bo'lib, bayonotdagi gaplar burunmo necha qatim takrorlangan. Burun elib berilgan 18 va 13 qatimliq suhbat ziddiyatlik va chechilang'u bayonotlar bilan oxirlashgan. Xitoy Hindistonni suhbatga qiyinchilik tug'dirdi, aqlga sig'maydigan va amaliyotga uyg'un bo'lmagan talablarni o'tirg'a qo'ydi. Beyjingni kelgusiga yuzlangan taklif bilan ta'minlamadi deb ayblagan ekan. Buningga selishtirganda bu qatimqi suhbat birlashma bayonot e'lon qilib, unumliroq bo'lgan. Hindiston amaldorlarining so'ziga qaraganda, birlashma bayonot 22 avgustdan 24 avgustgacha Yohannesburgda o'tkaziladigan Xitoy, Rossiya, Braziliya, Janubiy Afrika, Hindiston qatorliq davlat rahbarlarining uchrashishida Xi Jinping va Hindiston bosh ministri Narendra Modi uchrashishining istiqbolini yo'ritib bergan. 9 va 10 sentabr kunlari Yangi Dehlida 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini chaqirilgan bo'lib, Modi hukumati Xi Jinpingning qatnashishini umid qiladi ekan. Hozirga qadar elib berilgan suhbat Galvan vodiysi, Pangong Tisoning shimoli va janubiy qirg'oqlari shundaqla Gogra issiq buloq rayonlaridan Xitoy askarlarining chekinishini, Tampon rayonining borliqqa kelishini keltirib chiqargan. Depsang va Dimchokdan askar chekinmagan. Atalmış Şinjanning tashqi savdosi oldingi 7 oyda ortib 59,13% ga yetgan. Xabarlar.com xabar kanalining 17 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Urumchi tamojnasi payshanba kuni Atalmış Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining import-eksport umumiy summasining 1-oydan 7-oygacha 183 milliard 160 million yuan, taxminan 25 milliard 400 million dollarga yetganligini, bir belbaq bir yil tashabbusiga qatnashgan davlatlar bilan bo'lgan savdoning bu mezgilda 61,4% eshib 169 milliard 100 million yuanga yetganligini, qimmat baliq mahsulotlarning eksportida raqobat kuchining oshganligini, 1-oy va 7-oylarda elektr mashinalarining eksportining 3,26 hissa, quyosh energiyasi batareyasining eksportining 36,9 hissa oshganligini e'lon qilgan. Xitoy hukumati 2017-yildan boshlab nurg'unlagan korxonalarni Sharq Turkistonga ko'chirib, Sharq Turkistonni keng ko'lamli qul ishchi bazasiga aylantirgan edi. Bu jarayonda lager va turmalarga qamalgan millionlarcha begunoh Uyg'ur va boshqa turk xalqi Xitoy hukumatining namoratlikdan qutqizish, yo'tkab ishga o'rinlashtirish programmasi bo'yicha majburiy emgak kuchlariga aylantirilgan. Amerika hukumati majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasini yo'lga qo'ygandan boshlab, ta'minlash zanjirida majburiy emgak bo'lgan mallarning Amerikaga kirgizilishi cheklangan. Shirkatlar bir belbaq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'ygan davlatlarga ko'plab eksport qilgan. Vatan ozodligi yo'lida dushmanga o'rtaq qarshi turishning hamdamchilik va kuchni birlashtirishning irqiy ayrimisi, sinfiy tavasi bo'lmaydi. Partiya yoki tashkilot ayrimisi texmi bo'lmaydi. İnsaniyat tarixining siyosiy harakat tajribalarining o'rtaq yakuni shu. Jang shiddatlanganda saflar birlikka keladi. Dushmanning yoqasiga qo'l uzatqidek hali yo'q chog'da o'stangdan irqlarga bo'lib tashlangan aqarsuvdek iqimdan iqimlarga ajrab bo'linib va ko'payib mangdiq. Farqli shuarlar ostida maydonga kelgan tashkilotchilik modisi hujayra misoli qo'ldab keldi va bu orqali goh to'qinish, goh raqiblashish, goh hamkorlashish shaklida ko'p xillashishga va farqli shuarlar orqali vatan millatning ovozi bo'layotganligimizni ifodalashga tutindik. Nima uchun? Chunki vaziyat sharoit shuni taqozo qildi. Chunki dushman kuchlik, tarqilib harakat qilish zarur bo'ldi. Chunki birimizning yo'li taqalsa, yana birimizning ochilgan yo'li orqali kurashni to'xtatib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Chunki dushman razil. Birimiz yiqilsak, yana birimiz darhol qaddini tiklab, lapildayotgan bayroqni yanama egiz ko'taradigan, dushmanning g'alaba tushini barbod qilishga yaraydigan vatan o'g'lonlarining tugab qolmaydiganligini ko'rsatib turish kerak. Bularni nazarga oldik. Bu ko'payish va turkumlashishning dushmanning yoqasiga qo'l uzatib qolmay yana sansizlagan qo'llarning tegish qilishiga fursat yaratish uchunligini vaqti kelganda birli chaqiriq bilan taraf-tarafdan chiqib dushmanni bo'g'ishga yaraydigan afzallik ekanligini, aksicha uning ishga oshmaslik uchun ko'payish va turkumlashishning dushmanning istaklariga moslashadigan
ularning uyqusini aromida qilishga yaraydigan eşindi kuchlarga aylanib qolishiga yo'l qo'yilsa bo'lmaydiganligini nazarga ilib ketmadik. Burhan Muhammadning aktiv mazlumlik va passiv siyosatbozlik nomli maqolasidan ilindi. Davomi keyingi xabarlarimizda izchil anglitildi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.